Assalomu alaykum, qadrli bizni kuzatuvchilar. Bugun bir qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni umuman o'zi soch ekish kimlarga kerak va uni qanaqangi jarayonlari bor, qanaqa etaplari bor. Shularni boshidan oxirigacha men sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Umuman o'zi soch transplantatsiyasi kimga kerak? Qaysi holatlarda soch ko'chirib o'tkazish mumkin? Birinchi, bu asosiy ko'rsatma erkak va ayollardagi androgenetik soch to'kilishi, ya'ni tepakallik. Bu narsa ko'proq erkaklarda bo'ladi, ayollarda ham bo'ladi, lekin bu kamroq holatlarda. Ikkinchisi, turli xil chandiqli holatlarda, ya'ni chandiqlar bo'lishi mumkin. Bu turli xil kuyishlar yoki ba'zi bir operatsiyalardan keyin yoki bo'lmasam ba'zi bir kasalliklardan keyin qolgan chandiqlarni bartaraf qilish uchun soch ekiladi. Uchinchisi traksion alopetsiya deymiz, ya'ni ayollarda bu ko'proq uchraydi. Ya'niki mana shu sochlarni tarang qilib turmaklab, ot dumi kabi turmaklab olish natijasida ayollarda mana shu ikki chakka sohalarida soch to'kiladi va buni konservativ yo'l bilan davolash qiyin. Bunda ham soch ekiladi. Keyingi holat bu ko'proq yana bir marta ayollarda bo'ladi. Ya'ni peshona sohasini keng bo'lishi, ya'ni boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, sochni oldingi chizig'ini yuqori joylashishi. Bu ko'pincha tug'ma bo'ladi va shuni natijasida ayollarning peshonalari keng, katta ko'rinish natijasida ularning yoshi ham katta ko'rinadi. Shunaqa holatlarda soch ko'chirib o'tkazish jarayoni amalga oshiriladi. Boshqa bironta holatda soch ekilmaydi. Keyingi yana bir narsani aniq bilishimiz kerakki, kimlarga soch ekilmaydi. Mana ko'pchilik murojaat qilishadi, qo'ng'iroq qilishadi yoki sochi to'kildi, ya'ni alopetsiya bo'lsa, soch ekiladi deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. O'choqli soch to'kilishida yoki subtotal yoki mana shu ko'p o'choqli holatlarda, umuman sochlarni yo'q bo'lish holatlarida, ya'ni qosh, kiprik va tanadagi tuklarni bo'lmaslik holatlarida ham soch ekiladi deb o'ylashadi. Bunaqa holatlarda faqatgina konservativ davolash usullarini amalga oshirishimiz mumkin. Umuman soch o'zi ekishda birinchi navbatda bemorlar maslahatga kelganlari ma'qul. Bu telefon orqali yoki rasmlarini jo'natish orqali mana shu soch ekiladigan sohani yoki bo'lmasam donor sohani holatini anglab olish juda qiyin. Lekin taxminan buni aytishimiz mumkin. Ya'ni shu soch ekilishida darajalari bor. O'zi soch to'kilishini shu darajalariga nisbatan qancha graft ketishini biz aniqlashimiz mumkin. Bu konsultatsiya, ya'ni shu rasmlarni jo'natib yoki onlayn yuborishganda. Lekin yaxshiroq bo'ladiki, qachonki ular kelishsa, buni asosiy sababi nima? Bemorning kelishi. Biz nafaqat sochni shu ekiladigan sohani, balki donor soha deymiz, orqa ensa qismini holatini bilishimiz kerak va u sohadagi sochlarni zichligini bilishimiz kerak, sochlarni qalinligini bilishimiz kerak va ekiladigan sohada boshqa qanaqadir teri kasalliklari bor yoki yo'qligini aniq bilib olishimiz kerak. Bu birinchi bosqich. Endi biz aniqladik, bemorni shu ekilish kerakligini bildik, qancha ekilish kerakligini aniqlab kelishib olingandan keyin bemorga tavsiya beriladi. Agar shu sohada qanaqadir o'zgarish bo'lsa, yallig'lanish jarayonlari, sebariya yoki kepaklanish bo'ladigan bo'lsa, biz uni oldin tayyorlab, ya'ni uni ma'lum bir muddatda davolashimiz kerak. Va shu yallig'lanish jarayonlarini ketkazganimizdan keyingina soch ekishga qo'l urishimiz mumkin. Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, terisi toza bo'lsa, o'sha ekilishimizga sharoit bo'lsa, ana undan keyin graftlarni sonini kelishib olinadi va bemorga analiz, ya'ni tahlillar buyuriladi. Bu standart tahlillar, ya'ni qon tahlillari, qonni shu gepatit B, C ga topshiriladi. Undan tashqari biz zaxm va spid kasalliklariga tekshiramiz. Agar yoshi katta insonlar bo'lsa, bularda ko'pchilik bemorlar hozirgi kunda bu nima deydi,
o'zini 40 dan kelgan yoki 50 dan kelgan ko'pchilik qon suyultiradigan dorilarni ichishni bu juda ham bir ko'p qo'llaniladi, lekin bunaqa holatda ham biz bilishimiz kerak qonni uyushqoqlik xususiyati qanaqaligini. Va shuning uchun ham analiz topshiriladi. Agar qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, bu bemorlarga ham oldin qonda qand miqdori aniqlab olinadi. Bo'ldi. Bu narsalarni qildik, bemorimiz keldi. Biz shunaqa paytda agar hamma tahlillari yaxshi bo'lsa, ko'rsatma 100% ko'rsatma bo'lsa, bemorga soch ekish jarayoni boshlanadi. Va ba'zi bir hollarda mana shu soch ekishdan oldin ko'pchilik holatlarda ishlatiladigan dori vositalariga organizmda allergik xususiyat bor yo'qligini ham aniqlab olishimiz zarur. Yoshi katta insonlarda 40 dan kelgan, 50 dan keyingi bemorlarda yurakni elektrokardiogrammasi qilinadi. Bu ham zarur maslahatlardan biri. Endi bemor keldi, soch ekadigan kunimiz. Bemorga biz birinchi navbatda mana shu soch ekiladigan oldingi chiziqni yoki dizayn deydi. Buni mana shu dizaynni kelishib olishimiz kerak. Endi dizaynga juda ham ahamiyat berish kerakki, nima uchun? Sababi soch ekilishda keyingi uni ko'rinishi yoshga albatta bu dizaynni aytmoqchiman. Oldingi liniyani yoshga bog'liq, boshni shakliga bog'liq, donor sohadagi sochlarni kerak bo'lsa uni turiga bog'liq, kerak bo'lsa uni rangiga bog'liq, kerak bo'lsa u sohadagi sochlarni qay darajada diametriga ham bog'liq. Sababi shu dizayn qilganimizda oldingi liniyalariga bittalik graftlarni ekishimiz zarur. Bizda u narsa qay darajada bor, bu ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Dizaynni kelishdik, donor sohani aniqladik, qayerdan qancha soch olishimiz kerakligini va shu ekiladigan sohaga ekiladigan sochlarimizni belgilab olamiz. Ya'ni oldingi liniyaga qancha ekamiz, tepa qismiga, yonbosh qismiga qancha ekamiz, bu juda ham muhim. Chunki keyingi bemorlarimiz shu keyingi holatlarda sochlarni tarashi bu ham muhim. Ya'ni qaysi tarafga tarashiga ham ahamiyat beriladi. Keyingi bosqich mana bemor bizga hamma narsasini aniqlab bo'lganimizdan keyin ularga shu ishlatiladigan dori vositalarimizni allergik xususiyati bor yo'qligini bilishimiz uchun allergik proba qo'yiladi va bemor jarrohlik xonasiga yoki operatsion xonaga olib kiriladi. Endi soch ekishda yana bitta muhim jihati donor sohani holati. Donor sohani holati yuqorida aytganimdek bilishimiz kerak. Qaysi holatlar juda ham yaxshi soch ekishga kandidat yoki donor, yaxshi donor deyiladi. Agar 1 sm kvadratda 80 ta graft bo'lsa, bu juda ham mos ideal donor hisoblanadi. Chunki biz ertaga shu graftlarni orqadan olganimizda, donor sohadan olganimizda, u sohada bilinmaydigan yoki estetik jihatdan mutlaqo sezilmaydigan holatda bo'lishi mumkin. Keyingi masala mana shu ekishimizda sochlarni, men yuqorida aytganimdek, sochlarni rangiga ham bog'liq. Ba'zi hollarda agar sochlar ranglari och yoki sarg'ish yoki jigarrang tusli sochlari bo'lsa, unda ham bilishimiz kerakki, uni zichligiga ham ahamiyati bor. Ya'ni ba'zi holda mana to'q sochlarni ko'p ekamiz. Bizni shu Osiyo davlatlarini xalqlariga mansub bo'lgan insonlarda ko'proq to'q bo'ladi. Yevropoidlarda bular ochroq bo'ladi. Bu ham sochni ekkanimizdan keyingi holatga birmuncha ta'sir qiladi. Ya'ni ko'rinish jihatdan. Shuning uchun graftlarning sonini biz belgilaganimizda bunga ham ahamiyat berishimiz kerak. Endi keyingi masala soch ekishni boshladik. Biz birinchi buni etaplari bor. Birinchi etap donor sohadan sochlarni olish. Umuman o'zi soch ekish jarayoni hammada har xil bo'ladi. Vaqtda bu albatta ekiladigan graftlarning soniga bog'liq, nechta graft ekilishiga bog'liq va donor sohadan sochlarni olganimizdan keyin, bu birinchi etapni amalga oshirganimizdan keyin olingan graftlar maxsus eritmalarda, vositalarda saqlanadi, maxsus haroratda saqlanadi
va ularni keyin ikkinchi etapimiz mikro kanallarni ochish, ya'ni shu ekiladigan sohaga mikro kanallarni ochish. Bu ham juda ham muhim joyi mana shu bo'ladi. Sababiki ertaga sochni keyingi ko'rinishi sochlarni mana shu qaysi yo'nalishda o'sishiga bog'liq. Bunda o'zini har bir sohani graduslari bor. Gradus deganda mana shu teriga nisbatan olinadi va har bir sohani o'zini yo'nalishi bor. Bu ham har bitta insonda individual ravishda bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p moda bo'lgan, ko'pchilik bemorlar shu qanchalik pastga tushirsam liniyani shuncha yaxshi, shuncha zo'r ko'rinaman deydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Menga ko'pincha rasmlarni yuborishadi. Men 17 yoshimda shunaqa bo'lganman, 18 da shunaqa bo'lganman, hozir shunaqa qilsa bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas. Endi tabiatga qarshi yurish o'zi noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, fiziologik holatda ham sochlarni oldingi chizig'i normada ham bu narsa orqaga o'zi ketadi. Bu norma hisoblanadi. Biz o'sha bemorning yoshiga nisbatan agar liniyani to'g'ri tanlasak yoki dizayn to'g'ri tanlasak, bu juda ham bizni ertaga kelajakdagi ko'rinishiga muhim bo'ladi va sochlarni qay tarafga tarashida mana shu kanallarni ochishimiz muhim. Keyingisi implantatsiya, ya'ni mana shu implantatsiya jarayoni olingan sochlar bu albatta har doim bu alohida bittalik, ikkitalik, uchtalik sochlarni ajratib olingandan keyin qaysi sohaga qanaqa sochlarni ekish ham juda ham muhim. Agar siz oldingi liniyaga 3 talik, 4 talik, 2 talik kerak bo'lsa sochlarni eksangiz, bu juda ham qo'pol ko'rinadi. Xuddi qo'g'irchoqni soch singari ertaga bu bilinib, vizual jihatdan juda ham xunuk bo'ladi va ekilganlik darajasi, ekilganligi bilinib qoladi. Soch ekishda o'zi asosiy bir prinsip borki, mayli uni zichligi balkim ikkinchi darajadir, lekin birinchi masala ekilganligini bilish kerak emas. Bemorlar yoki boshqa uni bilgan odamlar shu soch ektirgan odamni soch ekilgan ekan degan savolni qo'yish kerak emas. Bu juda ham muhim. Uning uchun yuqorida aytgan barcha qonun qoidalariga, yo'nalishga, gradusiga ahamiyat berishimiz shart. Bittalik sochlar oldingi qatorga ekiladi. Ikkitalik sochlar undan keyin sekin-sekin ko'payib boriladi va uchtalik sochlarimiz o'rama sohalarga yoki tepa sohalarga ekiladi. Sochlarni mana ekib bo'ldik. Ekilgandan keyin ko'pchilik bemor so'rashadi, "Men natijani qachon ko'raman? Qachon sochim o'sadi? Qachon men uylanmoqchi edim? Misol uchun 3 oydan keyin to'yim, ko'ramanmi natija?" Yo'q. Ekilgan sochlar birinchi 14 kun davomida ko'richkalar hosil bo'ladi, ya'ni qatqaloqlar deymiz. Bu mana shu mikrotravmalar natijasida, uni epitelizatsiya bo'lish natijasida sarg'ish, qoramtir ko'richkalar paydo bo'ladi va bu ko'rkalar, ya'ni qatqaloqlar 12-14 kunda o'zi asli tushadi. Ana shunaqa holatda ekilgandan keyin ko'richkalar tushsa, faqat o'tda giperpigmentatsiya, ya'ni ozgina mana terimiz zagar olganda, ya'ni kuyganda emas, oftobdan biz yurganimizda salgina to'qlashadi. Ana shunaqa holat ekilgan sohada ko'rinishi mumkin. Va mana shu ekilgan sochlarni biz 3 kun davomida, mana bugun ekilsa, ertaga birinchi kuni ularga mutlaqo dam beramiz, ya'ni ular bizni shifoxonaga kelishmaydi va ikkinchi kuni 3 kun davomida ekilgan olingan sohani, ya'ni perevyaskasini qilamiz, uni almashtiramiz. Bunaqa holatda bemorlar bosh kiyim kiyib yurishi mumkin emas. Bular shu perevyazn, ya'ni boylangan bog'lovlar bo'ladi. Mana shu bog'lovlarni 3 kun davom ettiramiz va 3 kundan keyin yechib tashlaymiz. Endi 14-kundan boshlab boyaga ko'richkalar tushgandan keyin yengil bosh kiyimlarni kiyish mumkin. 14-kundan keyin. Nima o'zi ekilgandan keyin mumkin emas? Qaysi ko'rsatma yoki qarshi ko'rsatma bor? Bu birinchi navbatda og'ir jismoniy mehnat mumkin emas. O'zi adabiyotlarda bu 1 oygacha deyiladi. Men lekin o'zimni bemorlarimga 3 oygacha deb tavsiya beraman.
Bu mashg'ulotlar og'ir darajadagi. Ikkinchisi 5 kilogacha yuk mumkin. 3 oy davomida 5 kilogacha yuk mumkin. Ikkinchisi sauna, basseyn, hammom yoki plyaj mana shunaqangi joylarda oq havo suvlarida cho'milish, ya'ni boshni ekilgan sohani sho'ng'ib cho'milish basseynlar. Bu chunki boyagi xlor yoki turli xil boshqa narsalar tufayli bu zarar yetishi mumkin. Keyingisi sigaret yoki mana shu tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish mumkin emas, sababi ularning natijasida qon tomir torayadi va ulardagi mana shu qon yetib borishi kamayadi ekilgan sochlar uchun. Shuni natijasida ertaga rivojlanish susayadi. Endi ekilgan sochlar 14 kundan keyin yuqorida aytganimdek ko'rishkalar tushgandan so'ng 1 oy davomida turadi bular. 1 oy davomida. 1 oydan keyin bu narsa, bu sochlar asta-sekin sinib tushishni boshlaydi. Ko'pchilik bemorlar shu paytda salgina ko'ngillari xira bo'ladi. Ya'ni soch ekilgan sochlar to'kildi, endi chiqarmikan, nima bo'ladi endi degan savollar, shuncha ekkanim nima bo'ldi degan savollar bo'ladi. Mutlaqo qo'rqish kerak emas. Bu o'zi bor narsa, tabiatdan bo'ladigan narsa. Chunki siz mana o'zingiz faraz qiling, boshqa sohadan olib graftni ekdingiz, oldingizda boshqa o'zingizni tana bo'lgan bilan boshqa joyga olib borib qo'ydingiz. Lekin u yerda qon aylanish hali rivojlanmagan. Ya'ni boyaga borgan sochlarga qon hali yaxshi yetib bormayapti. Shuni natijasida bular sinib tushadi, lekin ularni ildizidan, folikulidan birinchi oydan keyin 1 oyda to'kilib bo'lgandan keyin 3-oydan keyin asta sekin sochlar chiqishni boshlaydi. Siz eng yaqin natijani 6 oyda ko'rasiz, oxirgi natijani 1 yilda ko'rasiz. Endi soch ekishda yana bitta muhim jihatini aytib ketishim kerak. Mana o'rama sohada ko'pchilikda soch ketadi. Bu men hozirgi oxirgi bemorlarimda ko'p bir-ikki marta tushuntirib o'tishga harakat qildim. O'rama sohada sochlarning rivojlanishi va umuman olganda o'rama sohaga sochlarni ekish bu juda ham qiyin masala. Va nima uchun? Va ularda ekilgani bilan ularning rivojlanib ketishi sal qiyinroq, murakkabroq. Sababi, men tushuntirib o'taman. Qon tomirlarini joylashuvi, anatomik joylashuvi mana shu sohaga kelganda, o'rama sohaga kelganda anastomozlar yetib borishi sal qiyin. Ya'ni faraz qiling, mana oziqlanadigan tomirlarni aynan mana shu o'ramaga kelganda yetib borishi qiyin bo'ladi va unda qon aylanish susaygan bo'ladi. Shuning uchun ham va u sohadagi yo'nalishlarni to'g'ri agar olmasangiz, graftlar bir-birini yaqin olib qo'ysangiz, graftlar bir-birini siqish natijasida ularning rivojlanishiga to'sqinlik bo'ladi va u sohadagi sochlar, ekilgan sochlarni ham deyarli yuqori darajada rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Mana endi sochlar to'kildi, o'sdi, biz natijani ko'rdik 1 yil davomida, oxirgi natijani. Mana shu davrda nimalar qilib turishimiz kerak yana? Ya'ni ekilgan sochlarni ko'pchilik o'ylaydi, bo'ldi, soch ekdim, endi bemalol xohlagan ishimni qilaman deyish mumkin. Yo'q. Uni ham parvarishlab turish kerak. Bu ekilgan sochlarni parvarishlash turli xil, masalan, shifokorlarning o'zini taktikasiga bog'liq. Kimlardir lazer uskunalari yordamida, kimlardir plazma terapiya, mezoterapiya yoki boshqa bir mikroelementlarni berib, uni quvvatlashtirib olib boradi. Bu ham juda muhim. Albatta bu narsa kerak. Bunga ahamiyat berishimiz kelajakda shu sochlarimizni yuqori natijaga erishishimizga olib keladi. O'zi umuman soch ekishni men yana bir narsani ahamiyat berib aytishim kerak. Necha yoshdan ekkan ma'qul va necha yoshgacha. Yaxshi natijaga erishish uchun qanchalik kech ekilsa, shuncha yaxshi. Ya'ni umuman olganda 30-35 yoshda agar soch ekishni amalga oshirsa, bu juda ham yuqori saviyani beradi. Erta ekilsa, 22, 23, 25 yoshlarda ekilsa, bunda natija sal sustroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki boyagi gormonlar natijasida, ya'ni gormonlarning eng pik davri ekilgan sochlarga, ba'zilariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun tavsiya beraman, maksimal ravishda sochni ekishni cho'zish kerak. Lekin bu degani
sochingiz уже to'kilib bo'lgan 22 yoshda yo 25 yoshda bo'ldi soch ekmang yoki 40 ga kiring hammasi to'kilib bo'lsin keyin ekamiz deyish ham noto'g'ri. Ekilish darajasi yetildimi, keldimi, baribir ekishga majburmiz. 22 yosh bo'ladimi, 25 yosh bo'ladimi, uni ikkinchi darajali bo'lib qoladi unaqa holatda. Necha yoshgacha? Agar organizm hech qanaqangi bir nojo'ya hissiyotlar bo'lmasa organizmda, ya'ni yurak sohasida, umuman yurakda qanaqadir bir muammolar bo'lmasa, qonda qand miqdori yaxshi bo'lsa, bemalol 65-70 yoshda ham soch ekish mumkin. Bemalol. Faqat bu individual ravishda. Keyingisi o'zi soch ekish ko'p mana menga savollar kelgan, juda ham ko'p beriladigan savollar. Soch ekish o'zi aslida og'riqlimi? Endi men buni shunaqa tushuntirib beramanki, siz shifokor mana tish vrachiga, stomatologga borganingizda sizga bitta inyeksiya qiladi, lidokain og'riqsizlantiradigan. Xuddi shunaqa dori vositasi kerak joylarga, donor va retsipient sohalariga qilinadi, faqat bitta emas, bir nechta. Siz faqatgina shuni sezishingiz mumkin. Boshqa holatlar, boshqa ekilish jarayonida ham, ekilgandan keyin ham, anesteziyani kuchi ketgandan keyin ham hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Men bemorlarimiz mana bizni klinikada bir kunda, umuman bir oyda o'zi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, taxminan aytaman, bir kamida 30-40 ta bemor bo'ladi, kamida. Undan ham ko'p bo'ladi. Lekin shularni 90-95% og'riq qoldiradigan dori buyurganimiz bilan ular iste'mol qilishmaydi. Agarda og'riq bo'lsa, marhamat. Chunki bu og'riqni individual ravishda sezuvchanlik darajasi, ya'ni porog chувствительность deyiladi. Ana shunga bog'liq. Kimdir salgina og'riqni sezadi, kimdir ozgina og'riqni mutlaqo sezmaydi. Deyarli og'riq qoldiradigan narsa ichilmaydi. Tak, keyingisi izi qoladimi, o'rni qoladimi ekilgan joyida dedi. Boya men aytib o'tdim, 14 kun davomida siz shuni giperemiya holatini ko'rishingiz mumkin, ya'ni giperpigmentatsiya, ya'ni sochlar ekilgan sohani ozgina rangini o'zgarganligi va bu narsa bir necha oy, ya'ni 1-2-3 oy ba'zilarida saqlanib qolishi mumkin. Undan keyin siz sezmaysiz. Bu narsa sekin yo'qolib ketadi. Tak, ko'chirilgan soch yana to'kiladimi? Bu ham ko'pchilikni qiynaydigan savol, ko'p beriladigan savol. Ekilgan soch to'kilmaydi. Ko'pchilik adashtiradi, ekilgan sochingiz to'kildi yoki ekkan sochim qayerdadir ekdim to'kildi, baribir doktor 5 yil, 10 yil, 15 yildan keyin dedi. Yo'q. Agar siz donor sohani to'g'ri tanlab olgan bo'lsangiz, ekilgan soch to'kilmaydi. Qachon bunaqa fikrga boradi odamlar? Agar sizda ma'lum bir sochlaringiz bor, shuni orasiga siz ekdingiz, boyagi ekilmagan, ya'ni o'zi turgan sochlar to'kilishini hisobiga go'yoki ekilgan sochlar to'kildi deb faraz qiladi. Aslida unaqa emas. Buni isboti agar siz mana shu umuman bir dona ham soch yo'q joyga tuxumdek faraz qiling, shunaqa sohaga siz ekib ko'ringda, ekingda sochni. Ana o'shani keyin kuzating. Ya'ni bu narsa to'kilmaydi. Chunki bu sohadan olingan, ensa qismidan olingan sochlar, ularda retseptorlar, ya'ni organizmdagi mana shu dihidrotestosteron, ya'ni gormonlarga sezgirlik xususiyati yo'q va bular androgenga bog'liq bo'lmagan sohalarga o'zi ekiladi. Shuning uchun bular hech qanaqa bir o'zidan undan keyin to'kilmaydi degan xulosaga kelishim mumkin. Tak. Donor sohadagi sochlar odatda saqlanib qoladimi? Ko'pchilik shu narsani noto'g'ri aytishadi, noto'g'ri tushunadi. Ba'zi bir shifokorlar ham kerak bo'lsa, men ko'p shu narsani kuzatyapman. Biz sochingizni orqangizdan olamiz, u o'sib chiqadi. Yo'q, o'sib chiqmaydi, hech qachon o'sib chiqmaydi. Siz chunki uni follikulani ildizi bilan olyapsiz. Olgan graftingiz o'rnidan qaytib chiqmaydi. Shuni bilib qo'yish kerak. Endi bu degani orqam olingan soha ensa qismim kal bo'lib qolar ekanda, ochilib qolar ekanda deyiladi. Yo'q, ochilmaydi, chunki biz olganda shaxmat ravishda olamiz. Shu ma'lum bir zichligi yuqori bo'lgan sohadan olinadi. Shuning uchun bu bilinmaydi. Agar siz uni mikroskopda yoki bir boshqa asbobda ko'radigan bo'lsangiz,
unda mayda oqish chandiqlarini, tochkalarini ko'rishingiz mumkin. Lekin vizual umumiy ko'rinishda bu narsa sezilmaydi. Tak, keyingisi bitta masala, ko'pchilik aytadiki, men falon joyda ektirgan edim, yuzim pishib ketdi, ko'zlarimning atrofi pishib ketdi, ko'karib ketdi dedi. Endi bu bilasizmi, bu umuman olganda vrachlarni, shu soch ekadigan vrachlarni o'zini taktikasiga, ishlatadigan shu dori vositasiga, uni kerak bo'lsa uni mahoratiga, uni ilmiga, uni ish tajribasiga bog'liq. Bizda men shuni bemalol aytishim mumkin. Umuman yuz sohasida na ko'karish, na shish, atyoq mutlaqo bo'lmaydi. Endi ba'zi hollarda bemorlarning bitta aybi bilan peshona sohasida ozgina atyoq bo'lishi mumkin. Bu qachon? Ekilgandan keyin bemor uyiga borib, yerga qarab, mana shunaqangi telefon o'ynab, yo bo'lmasam yerga qarab, planshet gadjetlardan foydalanib tursa, unda ozgina atyoq berishi mumkin. Chunki biz ishlatgan anestetik dori vositalar, shu suyuqliklar asta-sekin bu yumshoq to'qima orqali uni orasidan sizib chiqib o'tishi mumkin, ya'ni pastga tushishi mumkin. Shuni natijasida peshonada bo'lishi mumkin. Bu narsani biz albatta tavsiyamizda buni ko'rsatib o'tamiz, aytamiz, uni tushuntiramiz. Agar shu tavsiyalarga rioya qilinsa, mutlaqo shish, atyoq bo'lmaydi. Qadrli bizni kuzatuvchilar, biz umuman olganda shu soha bo'yicha bir necha yillardan beri faoliyat olib boramiz. Ya'ni O'zbekistonda birinchi bo'lib FUE usulini o'zimiz tatbiq qilganmiz. Buni men baralla aytishim mumkin, unga hech qanaqa shubha yo'q. Va bizda bir kunda ikkita, ba'zi hollarda uchtalab shunaqa jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Agar sizda qanaqadir shu soch ekishga, umuman androgen alopetsiya bo'yicha bir savollar, qiziqtirgan bir mavzular bo'lsa, marhamat bizni shu quyidagi raqamlarimizga bemalol murojaat qilsangiz, men bu haqida batafsil yanada yoritib berishga tayyorman. Va sizlarda qanaqadir umuman soch bo'yicha, soch kasalliklari bo'yicha qaysidir mavzu sizlarga bir juda ham dolzarb yoki qiziqarli bo'lsa, men keyingi videolarimda shu narsalarni yoritib borishga harakat qilaman.